To'g'ri burchali uchburchakka tashqi chizilgan aylananing radiusi 15 santimetrga, unga ichki chizilgan aylananing radiusi esa 6 santimetr. Uchburchakning tomonlarini toping. Demak, katetlarini A, B, C bilan belgilaymiz. Dastlab gipotezamiz ikkita tashqi chizilgan aylana radiusiga teng, bu ham 2 ko'paygan 15, ya'ni 30 santimetr. Ichki chizilgan aylana radiusi katetlar yig'indisidan gipotezani ayirimiz yarmiga teng. Bu ham masala shartida 6 ga tenglik deb aytilgan. Bundan katetlar yig'indisini topadigan bo'lsak, 2 ko'paygan 6 qo'shilgan 30. Mana 2 ga teng. Ikki tomonni kvadratga ko'tarib yuboramiz. Natijada plus 2ab tenglik 42 ni kvadrati. To'g'ri burchali uchburchak bo'lgani uchun katetlar kvadrati yig'indisi gipotezani kvadratiga teng. Demak, 30 kvadratga qo'shilgan 2ta abimiz 42 ni kvadratiga. Bundan 2ta abimiz 42 ni kvadrati minus 30 kvadratiga teng. 2ab 12 ko'paytirilgan 72. Abni topadigan bo'lsak, demak 6 ko'paygan 72 432. Ko'paytmasi 432 ga, yig'indisi yuqorida topdik 42 ga teng bo'lgan son. Demak, A'imiz 18, B'imiz 24 yoki A'imiz 24, B'imiz 18. Demak, javob to'g'ri burchali uchburchakning tomonlari 18, 24 va gipotezasi 30 santimetrga teng ekan.